Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik, qadirlik ata-ana şunaqla omaq farzandlarimiz Güzel Dinim programımızın 12. sanağı kelganlarını qızğın qarşı alımız. Biz bu programda əməlağı məlum ki, Mening Güzel Dinim namlıq kitapdan taqdimlar sunup kelyapmiz. Men Abdullah Yalqın şunaqla kichik diktorimiz Qizil Yupurmaqdan sizlarga ali ehtirom salomlar bo'lsin. Biz o'tgan soatdagi programmalarimizni ya'ni namoz bobidan boshlab kelayotgan edik. Bugungi bobimiz namozdan keyin o'qiladigan duo va tasbihlar degan keldik, shu yerdan boshlaymiz. Xo'sh, har namozdan keyin Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikram. Eng oxirida qo'shimcha qilib o'qiymiz. Subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشنقلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلن باشلاب آية الكرسي يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم ديگن بو آيات لن أقيمز 33 قتم سبحان الله 33 قتم الحمد لله 33 قتم الله أكبر ديگن بولان أقيمز بولان عمسي سنت ونين كيندن بو 33 قتمدن دب بوغان ديكن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب deb qo'limizni ko'tarib Allohga duo qilamiz. Duodan keyin qo'limiz bilan yuzimizni silab namoz tasbihimizni tamomlaymiz. Xo'sh, bu yerda payg'ambar alayhissalom namozdan keyin o'qigan yoki o'qishni tavsiya qilgan duolarni o'qigach mundaq duo qilsak bo'ladi. Allohim, yolg'iz sanga hamdu sana aytaman. Osmon zaminni va ularning orasidagi narsalarni hamisha ko'rib, ko'z tutib turg'uchi faqat sen. Sana hamdu sanolar bo'lsin. Sen haq va rostsan. Sen va'da qilgan ish haq va rostdir. So'zing haq va rostdir. Sening dargohingga bordiganligimiz haq va rostdir. Jannat haq va rostdir. Jahannam haq va rostdir. Qiyomat kunining keldiganligi haq va rostdir. Payg'ambarlar haq va rostdir. Muhammad alayhissalom haq va rostdir. Allohim, sening amr farmonlaringga bo'ysunib, o'zimni yolg'iz sanga topshirdim. Yolg'iz sanga ishondim, yolg'iz sanga iymon etdim. Yuzimni, ko'nglimni yolg'iz sening tarafingga qaratdim. Allohim, bilib bilmay qilib salgan barliq gunohlarimni, haddimni oshgan qilmishlarimni, sen mendan obdan biladigan qusurlarimni afv qil. Allohim, rasmiy yoki chaqchaq qilib sodir qilgan xatoliklarimni afv qil. Allohim, seni zikr qilishim, ne'matingga shukr qilishim, sana ta'dil arkon bilan ibodat qilishim uchun menga yordam qil. Allohim, barliq ishlarimning beshi bo'lgan dinim haqida xatolik sodir qilib qilishdan meni o'z panohingda saqla. Yashayotgan bu dunyodagi ishlarimni o'ngishli qil. Qaytib boradigan oxiratda meni muvaffaqiyatga erishtirgin. Menga yordam qilgin. Hayotim bo'yicha texmi ko'p yaxshi ish qilishimga imkon bergin. Allohim, inoq ittifoqlikni buzadigan har qanday ishdan tili boshqa, dili boshqa bo'lib qilishdan va har xil yomon odatlardan meni o'z panohingda saqla. Allohim, menga to'g'ri yo'lni ko'rsat. Axloqimni va ichimni pokiza qil. Axloqimni go'zallashtirgin. Meni haromdan yiroq qilgin. Allohim, yomon xo'yliq bo'lib qilishdan, nachar ish qilib selishdan, xato e'tiqodlarga kirib qilishdan sana sig'inib panoh tilayman. Allohim, peqirlikdan, ozg'unlikdan, xorliq bechorlikdan, boshqalarga zulm selishdan va zulmga uchrashdan sana sig'inib panoh tilayman. Ey bizni yaratquchi va parvish qiluvchi Rabbim, bizga dunyo oxiratda yaxshilik va go'zallik ato qilgin. Bizni jahannam azobidan saqlagin. Ey bizni yaratquchi va parvish qiluvchi Rabbim, qiyomatdagi savol so'roq kunida meni, ota-onamni va barliq mu'minlarni afv qil. Amin. Bir kuni payg'ambar alayhissalom Muaz ibn Jabalning qo'lidan tutib, Muaz, Alloh guvoh bo'lsinki, seni haqiqatan yaxshi ko'raman dedi. Muazmu payg'ambar alayhissalomga, ey Rasululloh,
men mi seni yaxshi ko'raman dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Muaz, har namozdan keyin bu duoni cho'qim o'qishingni tavsiya qilaman. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ma'nisi: Allohim, seni zikr qilishim, ne'matingga shukr qilishim, sana ta'dil arkon bilan ibodat qilishim uchun menga yordam qil. Payg'ambarimizning bu go'zal tavsiyasi, bu go'zal so'zlari Abu Davudning Vitr babi 26 numurli hadisi tilg'ilingan. Xo'sh, endi namozning vojiblari degan babga keldik. Qadrli suyumlik farzandlarimiz, vojiblar ado qilishga tegishli bo'lgan va namozni tamomlaydigan ishlardir. Vojiblarni xatolashib yoki unutib ado qila olmagan chig'imizda yoki kechiktirgan vaqtimizda sahvi sajdasi qilishimiz kerak. Namozning vojiblaridan bir qismi tuvandikicha. Namozda Fatiha surasini o'qish. Ikkinchi, Fatiha surasidan keyin Qur'ondan xoligan oyat o'qish. Uchinchi, Fatiha surasini xoligan oyatdan ilgari o'qish. To'rtinchi, sajdada peshona bilan birlikda burunni yerga tekkizish. Beshinchi, 3 va 4 rakatlik namozlarning ikkinchi rakatida o'ltirish, ya'ni tashahhudda o'ltirish. Altıncı, ta'dil arkonga rioya qilish, ya'ni ta'dil arkon degan namozning rukunlarining har birini joyida ado qilish deganlikdir. Boshqacha qilib aytganda, namozda oldirab ketmaslik, o'rnidan turish, egilish va o'ltiradigan yerlarda harakatlarni to'liq ado qilish deganlikdir. Masalan, rukudan keyin rus turmagan va Robbana lakal hamdu degudak vaqt o'ri turmayla sajdaga ingishgan kishi ta'dil arkonga rioya qilmagan bo'ladi. İkinci rakatda va oxirgi rakatda o'ltirganda at-tahiyyatu duosini o'qish namozning vojiblaridan. Vitr namozida qunut takbiri aytish va duoyi qunut o'qish va namozning oxirida o'ng so'l ikki tarafga salom berish, shundaqla namozda xatolashganda sahvi sajdasi qilish va imomning bomdod, namoz shom va xubtan namozida tegishlik yerlarda o'llik ovozda o'qishi va imomning peshin va asr namozida tegishlik yerlarda ovoz chiqarmay ichida o'qishi. Bular namozning vojiblari. Namozingni yangi boshdan qayta o'qi degan mavzu. Bu Rasulimizning masjidga kirib namoz o'qishga boshlab, uning keyindan uning namozi tugatgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uningga namozingni yangi boshdan qayta o'qi degan mushu so'zni ishlatgan bir voqealik bir ish bo'lib o'tgan. Buni anglatish uchun tilga ilingan bir go'zal bir voqealik bu. Buni hozir diqqatingizga bir kuni payg'ambarimiz masjidga kirib bir burjakka berib o'ltirdi. Sahobalarimiz uning atrofiga kelib o'ltirishdi. Dal mush chaqda biraylan kirib namoz o'qishga boshladi. Bu kishi namozga diqqat qilmayotdi. Ammo payg'ambarimiz uningga diqqat bilan sap selib turardi. Bu kishi namozni o'qib bo'lib payg'ambarimizning yeniga kelib salom berdi. Uning salomini ilik olgan payg'ambarimiz berib namozingni yangi boshdan qayta o'qi. Chunki sen namoz o'qigandek bo'lmading dedi. Odam kayniga yana berib oldingi qitimdagiga o'xshash namoz o'qidi. Ondan payg'ambar alayhisalomning yeniga keldi. Payg'ambarimiz yana orqonga qaytib namozingni qayta o'qi. Chunki sen namoz o'qigandek bo'lmading dedi. Bu ahvol 3 qitim takrorlandi. Oxirida bu kishi seni haqiqatni o'ttirg'a qo'yish uchun avatgan Allohga qasam qilamanki, buningdan boshqa xilini bilmayman. Menga to'g'risini o'rgatgin dedi. Buning bilan payg'ambar alayhissalom uningga mundaq deb o'rgatdi. Namoz o'qish uchun o'ri turgan vaqtingda takbir aytqin. Ondan Qur'ondan sen biladigan oyatlarni o'qigin. Ondan ruku qilgin. Barliq organlaring tamamen harakatsiz qolguncha shu holatda tur. 3 qitim Subhana robbiyal a'la degandan keyin beshingni ko'tar. O'ri turganda tik tur. Ondan sajda qilgin. Barliq a'zolaring tamamen harakatsiz qolguncha sajdada tur. 3 qitim Subhana robbiyal a'la degandan keyin beshingni ko'tar. Barliq a'zolaring tamamen harakatsiz qolguncha o'ltir. Namozning barliq rakatlarida mushundaq qil. Bu hadis İmam Buxorining azon babi
95 numurluq hadisda tilga ilingan. Xo'sh, endi namozning sunnatlariga kelaylik. Birinchi 5 vaqt namoz va juma namozi uchun azon o'qish va farz namozlardan ilgari qomat keltirish sunnat. Ikkinchi tunji takbirdan keyin ichida subhanaka duosini o'qish sunnat. Üçüncü Fatihadan ilgari birinci rakatda A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Başka rakatda Bismillahirrahmanirrahim deyish, yani sünnet. Dördüncü Fatiha suresinden keyin ovoz chiqarmay amin deyish ve ovoz chiqarib amin deyish mu sünnet. Beşinci ruku ve secdede o'qilgan tasbihlarni en az 3 qitim tekrar so'zlash. Altıncı rukuda Subhana rabbiyal azim. Secdede Subhana rabbiyal a'la deyish. 7. Qiyam, o'rtirish, ruku, secde qatorliq rukullarning orliqlarida takbir aytish, ya'ni Allohu akbar deyish. 8. Rukudan turayotganda Sami'allohu liman hamida, tik turganda Rabbana lakal hamdu deyish sunnatlar namozning sunnati. Yani Sami'allohu liman hamida bu yerda kitobda bo'lmasa askartib qo'yaylik. Sami'allohu liman hamida degan gap, ya'ni Allah subhanahu va taala o'ziga hamdu sano etgan bandasini, o'ziga hamdu sano etgan kishini angladi degan gap, ya'ni anglaydi Rabbim Allah subhanahu degan gap. Rabbana lakal hamd, Rabbimiz butkul hamdu sanolar, barliq maqtashlar sana xosdir degan gap ma'nosi. Rukudiki ve secdedeki Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la bo'lsa, Subhana rabbiyal azim degan gapning ma'nosi eng ulug', eng katta, ajoyib ulug' bo'lgan Rabbim Allah subhanahu va taala barliq u loyiq bo'lmagan barliq sifatlardan pokdir degan gap. Subhana rabbiyal a'la bo'lsa, eng oliy, eng yuksak, eng ulug' Rabbim bo'lgan Allah subhanahu va taala o'ziga loyiq bo'lmagan, shu Rabbimga loyiq bo'lmagan barliq sifatlardan munazzahdir, pokdir degan gap. Xo'sh, endi namozdagi adabga kelaylik. Adab kalimasining ko'plik shakli bo'lgan adab, go'zal va yiqimliq ish-harakatlar degan ma'noni ifodalaydi. Namozning adablariga rioya qilish namozni huzur ichida o'qishimizga yordam beradi. Namozning adablaridan ba'zilari tovandikicha. O'r turganda sajda yeriga, rukuda turganda putqa, o'ltirganda tizg'a, salom berganda mo'riga qarash namozning adablaridan. Shundaqla ruku va sajdadagi tasbihlarni 3 qitimdan ortiq o'qish va namozda Allohning huzurida turayotganligimizni unutmaslik. Bir islom olimidan kishilar so'radi. Bir banda qanday qilganda namozning lazzatini his qila oladi? deb shunda so'raganda, olim mundaq deb javob berdi. Birinchi, halol luqma yeyish orqali. Ikkinchi, tahorat elayotganda g'aflatdan uzoq turib, namozga tayyorlik qilayotganligini esida ching tutish va bu xil ruhiy holatni namoz jarayonidami yodida tutish orqali. Uchinchi, namoz sirtidami Allohni hargiz unutmay, uning har vaqt bizni ko'rib, ko'z tutib turayotganligini his qilish orqali deb javob bergan. Xo'sh, endi namozning makruhlariga kelsak, namoz o'qiyotgan chog'imizda Allohning huzurida turayotganligimizni unutmasligimiz, namozlarimizni payg'ambar alayhissalomning o'rgatgani bo'yicha o'qishimiz lozim. Farzlarni tamomlovchi sifatidagi vojib va sunnatlarga diqqat qilishimiz lozim. Namozda vojib va sunnatlarni tark qilish dinimizda yaxshi ish hisoblanmasdan makruh hisoblangan. Odatda bir vojib yoki sunnatni tark qilish orqali maydonga kelgan makruhlardan ba'zilari tovandikicha. Birinchi, namoz jarayonida badani yoki kiyimining bir yerini tutib o'ynab o'ltirish. İkinci, cho'ng yoki kichik tarti qistab turgan holda namoz o'qish. Uchinchi, oldidagi saf orasida bo'sh yer tursa, u yerda turmay orqada turib namoz o'qish. To'rtinchi, namoz o'qiyotganda oldidan biraylarning o'tib qolish ehtimoli bor bo'lgan ahvolda oldida biror narsani dalda qilib qo'yib qo'ymaslik. Beshinchi, rukuda va sajdada o'qishga tegishli bo'lgan tasbihlarni 3 qitimdan oz o'qish. Oltinchi, namozda Fatihadan keyin o'qiladigan oyatlarni Qur'oni Karimdagi rad tartibi bo'yicha o'qish kerak. Masalan, namozda Kavsar surasi bilan Ixlos surasini o'qigan vaqtimizda birinchi rakatda Kavsar surasini, ikkinchi rakatda Ixlos surasini o'qiymiz. Buningga diqqat qilmaslik makruh bo'ladi.
Yettinchi, inson yuziga qarab namoz o'qish. Xo'sh, namozning asosli makruhlarini so'zlab o'tdik. Hamda kim namozga keldi nomli savol belgisi qo'yilgan bu mavzuni qizimiz Qizil Yo'pirmoq o'qib berdi sizlarga. Qani marhamat. Kim namozga keldi? Bir Ramazon kuni Xalifa Harun Rashid Bahlul Dono hazratlariga mundaq dedi: Namoz sham vaqtida jamiga berib, namoz o'qigan jamoatning hammasini iftorga chaqirib kelgin. Namoz sham vaqti bo'lganda azon o'qildi. Jamida bir sapdan ortiq jamoat bor edi. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin Bahlul Dono hazratlari 4-5 kishini ilib o'rniga keldi. Xalifa Harun Rashid hayron bo'lib, "Ara mushinchilik kishimi? Men sizlarga sham namozini o'qigan kishilarning hammasini kechki tomoqqa taklif qilishinglarni topilgan edim. Sizlar shuncha ko'p jamoatning orasidan ara mushinchilikli kishini ilib kelibsizlar," dedi. Bahlul Dono: "Sultonim, sizlar menga jamiga kelganlarni emas, namoz o'qiganlarni iftorga chaqirib kelishimni buyurgan edilar. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin jamining eshigida turdim va chiqayotgan har kishidan imomning namozda qaysi surani o'qiganligini so'radim. Jamoatning ichidagi ko'p sonli kishi imomning qaysi surani o'qiganligini deb berolmadi. Faqat men bilan kelgan mushuk kishilarni to'g'ri javob beraldi. Jamiga kelgan kishi nihoyatda ko'p edi. Ammo namozni joyida to'g'ri o'qiganlar faqat mushu do'stlarim ekan. Men sizlarning buyruqlariga binoan bu kishilarni o'rniga ilib keldim," dedi. Namozni ta'dil arkan bilan o'qiyli. O'zimiz yaxshi ko'radigan va huzurlanadigan bir ishni qilgan vaqtimizda tamoman shu ishning ichiga cho'kib ketamiz. Ba'zida shunchalik mashg'ul bo'lamizki, bizni chaqirsa tuymaymiz. Atrofimizdagi ishlar xiyolimizga kiribmi chiqmaydi. Ta'dil arkan deganimiz namozda Allohning huzurida turayotganligimizni bilishimiz, boshqa ishlarni o'ylamasligimiz va butun diqqatimizni namozga markazlashtirishimiz deganlikdir. O'zimiz intayin yaxshi ko'radigan biraylarning yenidan ayrilishini yoki uning bizdan ayrilishini xohlamaymiz. Soatlarcha birga o'ltirsaqmi vaqtning intayin tez o'tib ketganligini his qilib, vaqt nimandaq tez o'tib ketadigandu deb afsuslanamiz. Yaqin og'aynimiz bilan birga o'ltirgan yoki paranglashayotgan chaqda boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lish nima degan qamlashmagan bir ish ha? Xuddi shuningga o'xshash, namoz o'qiyotgandimi Allohning huzurida boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lish to'g'ri emas. Namozimiz xizmat, maktab, oila va do'stlarimizga munosabatli masalalarni o'ylaydigan va qiladigan ishlarimizni planlaydigan bir vaqtga aylanib qolmasligi kerak. Yüzimizni qiblaga udul qilganimizdek, qalbimizni Allohga udul qilishimiz kerak. O'qiyotgan oyatlarning ma'nosini yoki Allohning huzurida turayotganligimizni o'ylab, hurmat bilan turishimiz kerak. Rabbimiz bilan bo'lgan bir paytda u bizni ko'rib turayotganda, tilimiz uningga duo qilayotgan va uning oyatlari o'qilayotgan bir paytda boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'la olmaymiz. Keyin Alloh: "Bandam, men sen bilan birga edim. Sen kim bilan birga eding?" desa nima deymiz? Undaq bo'lsa, o'qimoqchi bo'lgan har vaqt namozimizni ikki do'stning bir-biri bilan uchrashgan vaqti, bandining Robbining huzuriga borgan bir vaqti deb bilishimiz kerak. Namozimizni tezroq o'qib bo'lib qutuladigan bir yuk deb emas, balki Robbimizga sevgimizni izhor qiladigan va uning bilan birga bo'ladigan bir payt deb bilgan vaqtimizda ta'dil arkoniga rioya qilgan bo'lamiz. Allah Taala Sure Mu'minning 1 va 2 oyatida shunday deydi: "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un." Namozini ta'dil arkan bilan o'qigan mu'minlar haqiqatan nijotlikka erishdi deydi. Yana shundaqla Sure Baqaraning 45 va 46 oyatda Rabbimiz mundaq deydi: "Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilardan
ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunuvchilardan boshqalariga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. Xo'sh, namozga turganda Allohning ulug'ligini tafakkur qilib, Allohu akbar deb takbir aytib, uning huzuriga boramiz. Yaratquchining huzurida qo'l bog'lab hurmat bilan turamiz. Surlarni o'qiganda yoki anglaganda Allohning biz bilan so'zlashayotganligini o'ylaymiz. Rabbimizning buyukligini esga elib, rukuga egilamiz. Yana hurmat bilan o'ri turgandan keyin barliq vujudimiz bilan sajdaga ingishib, peshonamizni yerga qo'yamiz. Rabbimizga eng yaqin vaqtning sajda payti ekanligini o'ylab, ulug' Rabbim, sana tasbih aytaman deymiz. Yoritilishimizdagi maqsadning Allohga qulluq ekanligini, hamma narsamizni Alloh uchun pido qilishimizni o'ylaymiz. Boshqa rakatlarda mushxil ruhiy holatda bo'lamiz. Oxirida bo'ynini qisqan bir g'ayribdak o'ltirib, at-tahiyyatu, Allohumma solli ala, Allohumma barik ala, Allohumma robbana duosini o'qiymiz. Bizni Rabbimizga yaqinlashtirgan bir ibodatni qilishning xushliqida o'ng va so'l tarafimizdagi farishtalarga salom bergach, namozni tamomlaymiz. Hürmetli ata-onalar, shunaqla qadrli o'moq farzandlarimiz, shuna qilib, go'zal diniy programmamizning 12-chi soni mushu yerda oxirlashdi. İnşallah yeni bir qatımlıq programımızda bu babnınki ahireti namaz babı tügümedi. İnşallah yeni san programımızda bunu davamlaştırıp mağamız. Keler qatımlı programımızda görüşküçe sizlerini Cenab-ı Allah tapşırmız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Qani qizli yufurmaqsiz hem xo'shlashib Hürmetli ata-onalar ve qadrli kichik do'stlar, kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Cenab-ı Allah tapşırman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.